hammaga. Sizlar bilan arti oyda bugungi videoda biza qanaqa qilib mashina ichki tonirovkasini bilsa, ichki anaqasini ko'rib bo'lmaydi. Shuni hozir qanaqa ko'rsa bo'ladi. Shularni o'rgataman. Ana rol burtgandan xunuk turadi. Shularni hozir sizlarga bitta o'rgataman. Uning uchun o'yindan chiqa olamiz. O'sha qilishga kerak bo'lgan mashinani ustiga kirib garage car upgrade istiqbolli bo'limiga o'tib dog'lan interior degan narsani bosib qo'yamiz. Bo'ldi, chiqamiz. O'yinga kira olamiz. O'yinga kirishni kutamiz. Nega unaqa ekan? Mana ko'rib turibsizlar kelar. Ichki hamma narsasi ko'rinadi. Tashqaridan emas, lekin ko'rinadi akalar. Patda qilib ko'rishingiz mumkin sizlar ham. Ko'rib turibsizlar kelar. Bo'ldi. Xuddi shunaqa qilsanglar sizlarga ham o'xshaydi. Sizlar bilan Gaming bo'ldim. Hammaga xayr, sog' omon bo'linglar.